hech kimning kamerasiga yuzingizni tutib bermang. Bu holat oddiy holat bo'lishi mumkin. Misol uchun, oping budjetda ko'chada kod yig'ishtirib yurishdi. Siz hali bunaqa mashiniriyni eshitmagansiz. Bizda shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Klient o'z dardini aytadi. Klient shunaqa deyapti. Aytayaptiki, men yaqinda to'y qilmoqchi edim. Taklifnomalar degan SMS keldi menga dedi. SMSga bitta kirgan, avtomatik face yuzda olgan va nomiga kredit olingan. Taklifnomalar degan APK fayl keladi, o'rnatasiz. Sizga ko'rinmagan holatda kamerangiz ishlaydi-da, sizning yuzingizni Face ID qilib, sizning barcha ma'lumotlaringizga ega bo'ladi va xohlagan kreditini xohlagan joydan oladi. Bunday holatlarga tushmaslikda oddiygina shartlari bor. Telegramdan kelgan hech qanday faylni, APK faylni yuklamang. Hatto u sizning otangizdan kelgan bo'lsa ham. Misol uchun o'zimizda bo'lgan voqea, meni nomimga Telegram ochib turib, bir xil rasmlarni qo'yib turib, eng yaqin do'stimdan pul so'ragan paytlari bo'lgan. Ikkinchi sharti, eng yaqin do'stingizning nomeridan telefon qilsa ham, biling, u haqiqatan do'stingizni o'zimi. Chunki mashinniklar xohlagan nomerdan telefon qila olishadi. Uchinchisi, sizga SMS bo'lib kelgan kodlarni hech kimga hech qachon bermang. To'rtinchisi, siz ko'chada, uyda, hech qayerda hech kimning kamerasiga yuzingizni tutib bermang. Bu holat oddiy holat bo'lishi mumkin. Misol uchun, oping budjetda ko'chada kod yig'ishtirib yurishdi. U kod qanaqa kod, kimning kodi, oping budjetnikimi yoki bo'lmasa qaysidir bankka tegishlimi? Shularni esdan chiqarmang. O'zingni shuyor tut, o'zgani o'g'ri tutma. Shuning uchun shu videoni maksimal darajada tarqatib yuboring, ular ham xabardor bo'lsin. Qaysidir mashinnikning bir kun kelib tuzog'iga tushib qolmasin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.